не могу слова берегу покой, понимай, май. Я твой, ай, широко шагали ноги май. На тебя налюбоваться, дай, зажигай мой рай, залипай, пай. Сакура плакала, самурай зарубился, обратно, лай. Не нарушил сон, не погод слова берегу покой, понимай, май. Я твой, ай, cada frase tu sapato, per acchiemme tu sanato, exetiasu. Tatiameno, piano, son con amore, sposta te, se la poesia su, te la poesia su, la poesia su. Hacında tohumlama Macunlu soğaz linda bir oynama Uzun bir rabo oyundan tutmadı Eğer olsa yüzünden kuzumlama Cada tarde tu sapato Clara que me tu sanado Exetiasu Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Yoshlar telekanalida Yulduzlar davrasida ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum Yulduzlar davrasini sog'inganlar. Ha, bilasizmi? Odamlar ishxonadan charchab kelishganida kechki payt pultni qo'liga olib, qaysi ko'rsatuv, qaysi telekanalga qo'ysam ekan, qaysi telekanalda qanaqa film, qanaqa ko'rsatuv bo'layotganini qiziqish bilan pultni har qanaqa telekanalga qo'yib ko'rishadi. Lekin hozirda agar siz Yoshlar telekanaliga televizorni qo'ygan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Hamda Yulduzlar davrasida faqatgina jonli ijrolar sizlar uchun. Albatta, hurmatli teletomoshabinlar, siz Yoshlar telekanalida Yulduzlar davrasida shou dasturini tomosha qilyapsiz. Demak, biz ko'rsatuvni boshlaymiz. Albatta, Elyor. Lekin undan oldin men sizlarni juda ham o'zimni eng yaxshi ko'rgan guruhim bilan va faqat men emas, balki juda ham ko'p yoshlar bu guruhni yaxshi ko'rishadi. Ko'kchoy band guruhi bilan tanishtirmoqchiman. Marhamat. Ko'kchoy band sizlar uchun bugun faqatgina jonli ijroda Yulduzlar davrasida kuylashadi. Marhamat. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat sizga. Xush kelibsiz. Ayirmasin qo'shiqdan boshlaymiz. Bu bizning duetimiz Ravshon Komilova bilan faqat siz uchun. Yashnab turganda shaydo ko'nglim
Qaydasan ko'zlari xumor qaylardasan shirin shakar dudoq qaylardasan sadu bergan sana mendan mana sendan ayırmasın qaylardasan sadu Qoyil, ko'kchoy guruhi. Bilasizmi, issiq kunda muzdek ko'kchoy ichgandek bo'ldim bularning ijrosidan. Rahmat. Rahmat sizga ham. Lekin afsus, hozirgi payt jonli ijro bizning san'atimizda juda ham kamayib ketyapti. Marhamat, endi biroz sizdan suhbat olsak. Rahmat. Jonli ijroga mazza qildik, lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Sizga yoqdimi? Shu Zo'r. qo'shiq sizga yoqdimi? Albatta zo'r, mazza qildik. Rahmat. Rostni aytsam, meni mashinamda fleshka bor. O'sha fleshkada 4 ta 5 ta ashulalaringiz bor. Qaysi ashula? Birinchi aytganingiz. Popuri, birinchi Ha, popuri. popuri, fransuz qo'shig'i, Bizda fransuz qo'shig'i bor. fransuz, ingliz aralash. Italiya. Ha, bizda bor. O'sha, keyin o'zbekcha. Rahmat. Shu qo'shiqlaringiz bor. Shuning uchun sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Kelganingiz uchun rahmat. Xo'sh, kayfiyatlar qanaqa? Taklif uchun sizga rahmat. Kayfiyatlar Juda ham qanaqa? yaxshi, juda ham. Biz sog'indik sizni. Rahmat. Siz bugun iltimos menga yordam berasiz, lekin men o'zbek tilini yaxshi bilmayman. No, ozgincha va Timur menga ham yordam beradi. O'tgan safar ham yordam berganmiz. Bu safar o'zbek tilingiz ancha yaxshilanib qopti. Bu safar menimcha yordam sizga shart emas. Молодец, o'sish bor. Я потихоньку Man учусь. chiroyli Barakalla. kulib o'tiraman-da такой. Barakalla. Tarjimon bo'lasiz. Barakalla. Bu nima bo'ladi? Barakalla. Молодец. Rahmat. Bo'ldi, barakalla so'zni bilsangiz bo'ldi, ishingiz besh. Rahmat. Demak, meni birinchi ilk savolim sizlarga shu. Hammamiz bilamiz, sizlar Rossiyada STS kanalida menimcha Yangi Bitva- proyekt. Ha, yangi proyektda Bitva coverov loyihasida ishtirok etgansiz. Xo'sh, o'sha haqidagi taassurotlaringiz qanaqa bo'lgan? Ishtirokchilar ko'p bo'lganmi? Albatta, endi hammasi iqtidorli ishtirokchilar bo'lsa kerak. Ularning orasida o'zingizlarni qanaqa his qilgansizlar? Hayajonlanganmisizlar? Juda ham hayajonlandik и где-то около 50 tacha gruppa bo'lgan edi. 50 tacha guruh bo'lgan. Yes. Hamma Ha. jonli ijroda. Yes. Yes. Bizda uchinchi ingliz tili ham bor. Translator, yes, okay. Anthony Hopkins. Menga yordam berasiz, lekin biz sizga yordam beramiz. Juda ham hayajonlayapman. Shuning uchun o'zbek tilida ozgincha qiynalib gapiraman-da, chunki men ko'pincha rus tilida gapiraman-da. Поэтому Lekin boshqa tomonga guruhlarning ketib nomi qoladi. Ko'kchoy. Ha. O'zbekcha nom. Ko'kchoy. Nomini eshitib odam mazza qiladi. Ko'k choy. Nima uchun To'ppa ko'k choy? Nima uchun ko'k choy? Nima uchun ko'k choy? Ay, ko'k choy bu o'zimizning milliy ichimlik, to'g'rimi? Ichimlik, to'ppa-to'g'ri. Badanga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Foydali. Foydali. Chanqoq bosdi. Qonni suyultiradi. To'g'ri. Uchinchi bu
chunki u ko'k degani bu siniy degani, bu yashil emas degani, bu so'zi такой o'yinida bu nima deydi buni? Yashil choy emas, aynan ko'k Yashil, choy yes. degani. Ha, yes. Yes. Yes, to'g'ri. Yana bir Evet. modda yes. Shuning uchun bizada ko'k choy emasda, u do'ppisi bilan emas, K U K degan. Chunki bu abbreviatura. K bu ko'k, u ko'k deganida. Siniy или зеленый de rus tilida aytganda. Ko'k yoki Atak yashil. ko'k de bu yashil yoki ko'k. Yoki Shunaqada ko'k, choy. to'g'ri. Bu как savolga Nechtadir o'xshaydigan. ma'noda boradi. Da. Shuning uchun biz shunaqa nom qo'yganmiz, как yumor uchun, kulgu uchun и такой biz artistlar-ku biz To'ppa-to'g'ri. oddiy naзвание qo'ysak uncha yaxshi bo'lmaydi. Lekin muxlislarimizga yoqqan, Ha, bilasizmi? Ko'k xullas choy ijodiy guruhi. yondashuv bo'lgan va nafaqat yoqadi, balki juda ham bir yorqin nom. Yorqin. Esda qoladigan nom ko'k choy. Mayli, yana endi Rossiyaga qaytsak, STS telekanali. STS telekanaliga qaytsak, ya'ni Bitva coverov loyihasiga. Muzikantlar ustimdan kulyapti hammasi. Hali Bitta o'zbekcha gapiradigan odam, bitta zo'rg'a gapiradi. hali ko'rsatuv tugagandan keyin ko'p kulishadi, nafaqat musiqachilar. Albatta kulishadi, bu firmenniy narsa. Kursa. Endi Moskvaga qaytganda O'zbekistonga telefon qilishgan, O'zlari chunki chiqishgan. o'zlari chiqishgan, chunki YouTube'da ko'rgan, Instagramda ko'p ko'rgan, ular aytishgan, bizga такой shu regionlardan kelgan guruhlar такой известныйroq bo'lish kerak. Chunki ularga Taniqli bo'lish. reklamada O'zbekiston ko'rsin Lekin de. yangi proyekt. Chunki yangi proyekt ularga raskrutka kerak. И shu bilan qidirganda bizani topishgan, shu bizga telefon qilgan. Menga shaxsan Ruden komanda bor-ku, o'shani direktori telefon qilganda, и kuryerlik o'zi haligacha ham qilib turadi. Bu birinchidan bu proyekt TNTda bo'lish kerak edi. O'zi aslida shu Comedy Clubda o'tirganmiz. Chunki bu TNTning proyekti полностью ular bu proyektni STS ga ko'chirgan. Man nima uchun ko'chirgani? Shuning chunki TNT shu YouTube bilan ishlamaydi. Ularga YouTube ham, internet portali ham kerak edi. Ha, aynan taniqli va prosmotr YouTube'da Da. tomosha, ya'ni prosmotr ko'pligi uchun sizlarni taklif Raskrutka kerak. Aha. Keyin shu chaqirgandan keyin taklif shunaqa tushdi. Bolalar yangi proyekt shu ishtirok etsanglar zo'r bo'lardi. Biz ham Ko'p sudovольствие. o'ylandinglarmi Yo'q, yoki umuman o'ylamadinglar? Yo'q, o'ylamadik. Bu yangi proyekt, bu bizlar uchun bu yangi возможность o'zbek Yangi tilida. imkoniyat. Yangi imkoniyatda o'zimiz uchun yangi opit. To'g'ri. Opit. Yangi imkoniyat. Tajriba. Yangi tajriba. Yangi tajribada. И ular bizani уже chaqirishgandan keyin bizga samolyot, ovqat, yo'l hammasini o'zlari to'lashgan. Zo'r. Biza faqat shu borib keldik. Aha, barakalla. Timur, shu joyida endi aynan mana shu loyihaga doir bir rolik tomosha qilsak. Marhamat. Громкая премьера весны. Где еще вы можете услышать песню «Вечерний звон» в стиле минимал-техно? Талантливые музыканты со всей страны исполнят любимые песни в непредсказуемых жанрах. Лучшие из лучших. Сергей Жуков, Клава Кока и звездные гости. Lekin chiroyli rolik bo'lgan ekan. Rahmat. Shu qo'shiq biz ikkinchi raundda kuylaydik.
ikkinchi raundda da sizlar bizda kuyladinglar. 3 raund bo'lgan. Biz shu qo'shiqni ikkinchi raundda kuyladik. Keyin finalga chiqdik. Natijalar Bilasizmi? qanaqa bo'ldi Hali masalan? yana final bor. Buni Bu final hali bor. birinchi seriyasi. Ha, hali Bu hali finalda. da Ha, biza birinchi efir. polfinalga и finalga tushdik. Уже borib kelganmiz, progonga, ular как техничка deydi-da, o'sha Ha, generalniy progonga, repetitsiya, repetitsiyaga o'sha borganmiz. borgan edi. Bu kim hammasini olmaganda, kim ikkinchi o'rin olgan, hammasini olmagan, endi как голосованиyadan ular bizani yana chiqazishganda. O'zimizning finalga. efirimizda biz ikkinchi o'rin O'rin oldik. Va Va o'zinglarni o'sha raund. da o'sha bizning efirimizda biz ikkinchi o'rin oldik. Lekin bizani biz finalga yana polfinalga ko'chirishgan. chiqdik. Keyingi efirga. Hozir shu keyingi efiri biz kutamiz, где-то avgustdami yoki iyulda bo'lishi kerak. Syomka bo'lishi kerak. Demak, natijalar a'lo. Avgustda Ana, yana sizlarni natijalar yana shu yaxshi. loyihada ko'ramiz. Da, harakat qilamiz-da, endi. Yopmasa ham. Judayam biza sizlar uchun nima deydi? Budem держать кулачки. O'zbek tilida nima deydi? Bu держать кулачки. Sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat. Chunki bilasizmi, boshqa davlatlarda o'zimizni yurtdoshlarni, o'zimizni iqtidorli yoshlarni ko'rsak, juda ham xursand bo'lamiz. Shuning uchun menimcha Xudo xohlasa juda ham xohlardikki yutasizlar va O'zbekistonni yanada tanitib, chunki juda ham ko'pchilik borishgan, Golos ko'rsatuviga va boshqa loyihalarda ko'p ko'rganmiz va ularni ko'rganda juda ham xursand bo'lamiz. Mana Sizlarga masalan- faqat omad tilaymiz. Boshqa millat, u millatni o'ziga xos urf-odatlari bor. Insonlari, odamlari qanaqa kutib oldi sizlarni? Natijalar qanaqa bo'ldi? Lekin zo'r. Qarshi olishga Yaxshi kutib olishdi. Yo, juda ham yaxshi, atmosferasi juda ham zo'r, chunki ular o'zlari такой odamda kulib yuradi-da. Biz как bunaqa narsaga rostdan o'rganmaganmiz, chunki bizada u odamlar ko'pincha nima qiladi? Har xil tilda gapirsangiz, uncha yaxshi qaramaydi. O'sha yerda hammasi har xil tilda ular o'rganib qolganda. Masalan, negr bo'lsa, Mana aynan hozir biz har xil tilda gaplashgandik. o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Muzikalniy pauza. Har xil millatli odamlar bo'lsa, ular o'rganib qolganda, ularga juda ham yaxshi, to есть Пусть говорят, мы редко видимся с тобой. 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 Все, что всегда ты со мной, ты со мной. Пусть говорят, что не судьба нам быть вдвоем. Люди твитят, а потом. Ведь я это ты. Ты это я. Ведь я это ты. Ты это я. И никого не надо нам. И никому не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одному отдам. Лето прошло и наступили, а но все равно мне нужен ты. Один раз ты поймет, кто не любит и не ждет, а за окном снег идет. Лето прошло и наступили, а но все равно мне нужен ты. Один раз ты поймет, кто не любит и не ждет, а за окном снег идет. Ведь я это ты. Ты это я. Ведь я это ты. Ты это я. И никого не надо нам. И никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одному отдам. Тебе одному отдам. Rahmat. Ligini bilasizmi? Bularni Barakalla. yutuq tarafini, Ko'kchoy guruhini yutuq tarafi
bular jonli ijro etadi. O'shaning uchun ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Albatta. Bilasizmi, aynan bizni O'zbekistonda mana shunaqa iqtidorli yoshlar borligidan va ular chet ellarga chiqib judayam chiroyli katta o'rinlar olib kelishidan judayam xursandmiz va sizlarga faqatgina omad tilaymiz. Rahmat kattakon Rahmat sizga. va Elvira Yunusova, to'g'rimi? Elvira Yunusova va Ko'kchoy guruhi. Rahmat. Rahmat sizga. Elvira, bitta savol. Nima uchun faqatgina jonli ijroda kuylaysizlar? Nima uchun Timur? Nima uchun Timur? Nima uchun Timur? Faqat jonli ijro siz bizda. o'zingizni ishingizni jonli tarzda qilasiz. Siz o'rningizga albatta, hech narsa qilmaydi. Nima uchun taksist o'zi mashinani haydaydi? Nima uchun futbolist o'zi chiqadi polaga? Shuning uchun biz o'zimiz ishimizni o'zimiz qilamiz, jonli tarzda qilamiz. Endi hozir fonogramma degan texnikalar rivojlanib ketgan, fonogramma degan narsa bor, har xil aranjirovka degan narsalar bor. Xullas, Lekin ish hozir ko'p. bizni kuzatib turgan san'atkorlarimiz xafa bo'lishmasin-u. Jonli ijroda ijro etadigan san'atkorlar, sozandalar kam. Hozir shuning uchun Ko'kchoy guruhini ofarin deyishdan boshqa so'z topa olmaymiz. Rahmat. Hozir hamma yoqmaydi jonli ijro, shu Ishlash kerak. Da, ishlash Charchab kerak. qolmaysizlarmi? Yo'q. Yo'q. Bu oddiy привычка, как бы har kuni odat. ishlaysizda. Siz ham o'shingiz o'rganib qolgan, to'g'rimi? To'g'ri. Shu artistni ham ovozi, qo'llari o'rganib qolish kerak bu narsa. Lekin bu ham to'g'ri, teatrda spektakl o'ynagan. Endi biz qo'shiq kuylamaymiz-ku. Biz gapiramiz, monologlar aytamiz. Bu oddiy professiya. Har bitta odam injener har kuni ishga boradi, har kuni o'zini ishini qiladi. Uni oldida fonogramma qo'ymaydi. Masalan, men Angliyaga ketdim, sanlamashda ishlab ko'ringlar, tam men o'zimni gologrammani qoldiraman qiladi. Yo'q, to есть har bitta odam o'zini ishini qiladi. Mana masalan video operatorchilar o'zi har kuni keladi, ishini qiladi. Nima uchun endi artist fonogrammada aytish kerak? Bu bizda sahnada 3 mikrofon bor. Bizda Edik mikrofonda turadi, menga yordam beradi back vokal. Va Timurda ham mikrofon bor. Bu menga hey va tersiyalar va qanaqa yordam. Bu menga yordam beradi. Qaniydi hamma yosh va umuman hamma o'zini ishini yaxshi qilgan qilish kerak-da, har bitta odam. Shunga pul olasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Mana Yevropada fonogrammadan shunday aytishmaydi-ku, menimcha, konsertlarda, faqatgina jonli ijroda konsertlar. MP3ni chiqarsangiz chiqazavering. Endi ishingizga kelganingizda o'zingizni ishingizni yaxshi qilish kerak-da. Hozir shu qo'shiq rus tilida bo'lgan edi. Shu qo'shiqni biz STS telekanalida birinchi raundda kuylaydik. Aynan mana shu qo'shiq STS telekanalida birinchi raundda biz kuylaydik. Keyin shu qo'shiq bilan biz ikkinchi raundda, получается, прошли во второй раунд. Aynan mana shu qo'shiq bilan ikkinchi raundga o'tgansizlar. Qoyil. Aziz teletomoshabinlar, eksklyuziv tarzda, albatta. aynan yulduzlar davrasida, nafaqat STS telekanalida, balki yoshlar telekanalida ham mana shu qo'shiq kuylandi. Juda ham xursandmiz. Aziz yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, hozir mana shu studiyamizga yana bir mehmonni taklif etmoqchiman. Bu mehmonni ko'rsam ishtahalarim ochilib ketadi. Chunki ham bloger, ham aktyor, ham judayam zo'r oshpaz, ham judayam yaxshi do'st. taxalluslarni nima aytay, taxalluslarni? Xo'p, mayli. Jama taxallusi bilan ijod qilib kelyaptilar. Menimcha ko'p tomoshabinlar Ko'pchilik bilmaydi. Jama taxallusi bilan kim ekan bu deb hozir teletomoshabinlarimiz hayron bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasam birgalikda e'lon Bu qilamiz. esa Jamshid Bobojonov. Marhamat. Assalomu alaykum Timur. Qalaysiz? Yaxshi. Sizni ko'rgandan juda ham xursandman. Rahmat, men ham juda ham xursandman. Kayfiyatlar qanaqa? Yaxshimi? Kayfiyatlar zo'r. Shu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yoshlar telekanalida yana yorug' yuz bilan sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Jonli efirni, hozir jonli ijro to'g'risida suhbat bo'ldi. Jonli efirga ham hamma ham kelavermaydi. Hamma bu juda ham og'ir zimma.
shunga taklif qilganingiz uchun juda ham xursandman. Ko'rsatuvga kelganimda yulduzlar davrasida ekan. Men juda ham xursandman. Yana bitta narsani alohida e'tirof etmoqchiman. Ko'k choyni ichib maza qilganmiz. Ko'k choyni eshitib bugun maza qilamiz, xudo xolasa. Rahmat. Suhbatlarni eshitdim. Xalqaro tanlovlarda nafaqat SNG, dunyo bo'yicha ko'rsatuvlarda ishtirok etinglar. Sizni ijodingizni juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Omadlar, zafarlar bo'lsin. Mana bugun taklif qildinglar. Xo'sh, men keldim. Nima gap? Nima haqida gaplashamiz? Eng avvalo siz haqingizdagi videorolikdan boshlasak. Bugun meni ijod kecham bo'lar ekan, demak. Ijod kechangiz Xo'p. bugun. Mazasi zo'ru vaqtdan kech qolmang. Hozir menimcha ekran qarshisida qorni ochib o'tirganlar uchun zo'r lifehack bo'ldi. Albatta. Borib rol terlashadi yoki pitbull yoki shu o'rinda narsani Jamshid, to'xtang hozir. To'g'risini aytganda hozir muxlislarimizda savol tug'iladi-da. To'g'risini aytganda siz o'zi kimsiz? Aktyormisiz? Blogermisiz? boshlovchi, Xonandamisiz? Qo'shiqchimisiz? Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, men ijodkorman. U bankir bo'ladimi? U injener bo'ladimi? Arxitektor bo'ladimi? U mana akalarimiz o'xshagan operator bo'ladimi? Yoki tepada pultda o'tirgan rejissyorlarimiz bo'ladimi? Hammamiz ijodkormiz. Shunga xudo xolasa o'zimni shu faoliyatimni 33 yoshimda boshladim. Shu o'rinda kimki meni ko'rayotgan bo'lsa, agar bu orzuylar bo'lsa, qiziqqan narsalar bo'lsa, yosh hech qanaqa ahamiyatsiz, necha yoshdan bo'lishidan qat'iy nazar yosh o'rganishlar bilan shug'ullansanglar, zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Men bloger emasman, men vlogerman. Bloger va vloger farqi shundaki, bloger bu yozadi, blog yozadi. Biz video qilamiz, biz vloger deyiladi. Bunga da'vo qilmayman. Yana shu o'rinda bitta narsani alohida e'tirof etmoqchiman. Bizning kichkinagina oilamiz, komandamiz bor, ukalarim bor, menga yordam beradigan. Bugun bizning yutug'imiz bo'ldi. Yoshlar telekanalida bizning shu telefonda qilgan bir videochamiz, mana millionlab teletomoshabinlarga taqdim etildi. Bu men uchun bayram bo'ldi bugun. Juda ham xursand bo'ldim. Jamshid, bilamizki, siz juda ham zo'r ovqat tayyorlaysiz. Bu hozir lapsha tayyorladingiz, lekin juda ham zo'r taom tayyorlaysiz. Buni bilamiz. Hatto yeb ham ko'rganmiz. Jamshid, bitta savol. Juda ham ko'pchilik biladi, chunki Instagram sahifasida hamisha yoritib borasiz. Oldin juda ham katta vaznga ega bo'lgansiz. Katta vazningiz bo'lgan, lekin shu vaznni yo'qotgansiz va hozir umuman boshqa ko'rinishdasiz. Qanaqa qilib kuch topgansiz va nimalar sabab bo'lgan? Ayniqsa tomoshabinlarimiz orasida ham mana shunday muammolarga ega bo'lgan odam bo'lsa, menimcha juda ham qiziqarli bo'ladi. Endi nima sabab bo'lgan? Hayotimizda har xil bir ishlar bo'ladi. Hayot quvonch va tashvishlar deymiz. Birinchidan ortiqcha vazn, menda gipertoniya, ya'ni davleniya. Bu qon bosim oshishi kelib chiqqan. Va qand kasalligiga ilk qadamlar bo'lgan, insulin oshib ketgan. Shifokor bilan maslahatlashgan holatda sekin-sekin parhezga o'tirganman. Har bitta insonning organizmi bir davlat deyman. Uni o'ziga yarasha konstitutsiyasi bo'ladi. Men qo'llagan parhez Neginaxonga yoki sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun har doim menga ortiqcha vazndan xalos bo'lgan ekansiz. Hozirgi kunda juda ham trendga chiqdi. Bu Beatriya oshqozonni kichkinalashtirish. Menga ko'p savollar berishadi. Shu operatsiya bo'lganmisiz? Yo'q, men ilk shu parhezni boshlaganim bu 2016-yil edi. Ushbu operatsiyalar mamlakatimizda oxirgi 2 yilda juda ham qo'llanyapti.
necha kiloga ozgansiz? Men 78 kiloga ozganman. 78 kilo. 78 kiloga ozgansiz. 140 kilo bo'lganman, 78 ga tushganman. O'zim teng yarmim xalos bo'lganman. Qoyil tabiiy holda 78 kilo 1,5 yil davomida mana rasmlaringiz ham bor. 70 Odam ishongisi kelmaydi. Odamni ishongingiz kelmaydi. Rostdan. Jamshid, bu akangizmi? Shu har doim men bitta narsani aytib beraman. Shu uyim yonida dorixona bo'lardi-da, yine. Dorixonaga oldin juda ham ko'p kirardim. Parhez bo'lib, o'zim bilan o'zim bo'lib, parhez davrida 3 oy uydan chiqmaganman. Vaqt o'tdi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Yana ishim shu dorixonaga kirdim vaqt o'tgandan keyin. Kirib narsa olsam, o'sha yerda dorixonadagi opamiz bilan ko'rishsa, yaxshimiz akangiz bo'lardilar, ko'rinmay ketdilar, yaxshimilar deganlar-da. O'xshashlik bo'lib, vaqt davomida u akangiz siz bo'lgansiz aslida. Aka men bo'lganman. Shu uchun aytmoqchi bo'lganligim, agar hech kimdan xafa bo'lmasdan, ichdagi dil ozorliklarni qo'yib yuborsanglar, kechirimli bo'lsanglar, gina qudrat saqlamasanglar, ozasizlar, qo'yib yuboringlar va albatta Yoshlar telekanalida Yulduzlar davrasini ko'rsanglar, hammasi zo'r bo'ladi. Rahmat Jamshid. Jamshid, bilamiz, hozir siz juda ham ko'p teleseriallarda, filmlarda ishtirok etyapsiz aktyor sifatida va ko'pincha nimagadir salbiy rollarda sizni ko'rib qolaman. Va qanaqa qilib shu aktyorlikka kirib keldingiz? Bu bir, ikkinchidan nimaga salbiy rollar? Yo'q, mana shu joyda lekin salbiy rolga tushasiz. Yo'q, nigina teatr aktrisalari, ham boshlovchilar ko'pincha endi ko'zlari tushganda shunaqa epizodga ko'z tushgandir. Ijodim davomida menda bir marta ham salbiy rol bo'lmagan. Hammasi ijobiy rol bo'lgan. Men ko'rganim salbiy edi. Bo'lishi mumkin. Mana gapiring. Bilmayman endi har doim shunaqa taklif bo'ldi. Men o'zimni ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifamga oliy ma'lumotsiz aktyor deb yozib qo'yganman. Men o'zi aslida aktyorlikka ham da'vogarlik qilmayman, vlogerlikka ham, boshlovchilikka ham da'vogarlik qilmayman. Men ijodkorman, o'zimni yo'limda, o'zimni ko'chamda hech kimga ozor bermasdan, xafa qilmasdan o'zim yo'limda yurgan insonman. Seriallarga keladigan bo'lsak, menga juda ham qiziq bo'ldi. Har bitta serialimda hozir hisoblaydigan bo'lsak, 5 ta proyektda ishtirok etgan ekanman va 5 ta proyektda ishtirok etgan har bitta qahramonimni juda ham hurmat qilib yaxshi ko'raman. Juda ham hurmat qilaman, chunki ularning o'zining haqiqati bor. Agar siz shu qahramonni hurmat qilib yaxshi ko'rmasangiz, menimcha ochib bera olmaysiz deb o'ylayman. To'g'ri, to'g'ri. Mana hozir chiroyli javob berdilar, lekin qarang, Nigina, sizga ham savolimiz bor. Jamshid bilan birgalikda. Siz ham aktrisasiz, lekin siz ham salbiy rollarni o'ynaysiz-ku? Qani javob beringchi. Men kamdan kam o'ynayman salbiy rollarni. Lekin men ko'rganman. Albatta ko'rgansiz, buni bilamiz. Lekin agar ssenariysi yaxshi bo'lsa, albatta men ham o'ynayman, chunki baribir har xil rollarda aktrisa ko'rinishi kerak. Lekin yomon ko'rinib qolishdan qo'rqmaysizmi? Muxlislarimizga masalan. Yo'q, chunki men faqat salbiy rollarda rol ijro qilmayman-ku, ham yaxshi rollarni ijro qilaman, ham salbiy, o'shaning uchun yo'q. Shu o'rinda bitta narsa borda, ijobiy va salbiy deymiz. Salbiy obrazda ham bu qahramonning o'zining haqiqati bor. Hech kim ertalab voqli turib kimnidir xafa qilaman deb ko'chaga chiqmaydi. Salbiy chetdan qaraymiz, kimdir xafa qilsa, chetdan baho berish oson, lekin o'sha salbiy qahramonning ham o'zining qadar haqiqati va yo'li bo'ladi, o'zining maqsadi bo'ladi. To'g'ri Jamshid, qanchadan qancha aktyorlarni bilamizki, ular salbiy rollarda ijro qilishsa ham, lekin hayotda juda ham yumshoq, yaxshi insonlar. O'zimiz buni guvohimiz, shuning uchun salbiy rollarni ijro etgan aktyorlarga ham unaqa salbiy baho berish kerak emas deb o'ylayman. Va yana shu o'rinda narsa aytmoqchiman, salbiy rollar eng zo'r joyi tez odamlar taniydi. Shunisi ham bor. Bu to'g'ri. Va nimagadir dialoglarni ham eslab qolishadi hatto. Juda ham. Keling, kayfiyatlarni ko'tarib bitta sho'x qo'shiq, sho'x taronaga navbat beraylik, kayfiyatlarni ko'tarib bir raqsga tushsak nima? Sho'x qo'shiq, marhamat, Elvira sizlarda. Albatta, ko'k choy guruhi. Men sozandalarim xizmatda, sozandalarimga endi mas'uliyat berardim. Sizlar bo'linglar, men tanalishimga tushib bera olmaydi. Shunga bugun sizlardan. Biz sizlardek ashula ayta olmaymiz, shuning uchun faqat sizlar. Xo'p, bo'ladi.
Gap yo'q. Men shu o'rinda narsa aytmoqchiman. Ushbu qo'shiq, yo'q, shu qo'shiqni aytmoqchiman-da, uzr. Men mehmonman, mehmonni hurmati bor-ku. 99-yil Shahnoz so'zi. Adashmasam Dmitriy Korobkin bastalagan. Sen afsonaviy Sitora guruhi. Hozirgi kunga kelib oradan qancha vaqt o'tibdi, hali ham qulog'imizga yoqib, shu qo'shiq uchun Hamma biladi. Va so'zlarini ham hatto bilamiz. Albatta, bu qo'shiq uchun rahmat. Rahmat kattakon. Jamshid, yana bir bor sizga yuzlansam. Xo'p. Hurmatli hamkasbim. Xo'p. Xo'sh. Sizni bugun bejizga chaqirmadik bu studiyaga. Sizni qay darajada mana filmlarda rol ijro qilyapsiz, lekin qay darajada bugun mana ko'ryapsiz, jonli ijroda kuylashyapti. Biz jonli ijroda tomoshabinlarimiz uchun olib boryapmiz va siz jonli ijroda qanday qilib rol ijro qilib berishingizni bugun ko'rmoqchimiz. Endi gap bo'lishi mumkin emas. Sizni aktyorlik mahoratingizni tekshiramiz. Endi hozir oldin lavha ketdi, ovqat pishirganligim. Endi bitta oshxona qilib qo'ysalar, ovqat ham pishirib berardim. Keyingal ko'rsatuvchilarga iltimos qilamiz, izlanamiz, burchakka oshxona qilib qo'yinglar. Kechqurun ketar ekan, ko'pchilikning kechqurun qorni ochadi. Shuning uchun kelgan yulduzlarimiz, yulduzlarimiz kelib kechqurun tez hazm bo'ladigan, kam xarj taomlarni tavsiya etishsin. Xo'sh, qanaqasini yeysizlar? Xo'p. Qanaqasini shu o'rinda so'zlar aytaman, hayot shuncha sinagan yetmagandek ko'rsatuvda ham sen erkansizlar. Xo'p, nima qilish kerak? Sizni aktyorlik mahoratingiz kuchli bilamiz. Faraz qilamiz. Nigina sizni sevgan qizingiz. Obbo. Xafa bo'lmasin Nigina. Nimaga kelib yuraman? Elvira turmush o'rtog'i yonida o'tiribdi. Niginaga men gap otaman. Meni ham ko'rib o'tirishdi. Gap otaman, sizni O'rtog'im ko'rib o'tiribdi. reaksiyangizni ko'ramiz. Nigina Narbayevani turmush o'rtoqlariga alangali salom. Shu narsani aytmoqchimanki, ayol kishini fayzi, go'zalligi uni yonida bo'lgan erkakka bog'liq bo'ladi. Qanchalik erkaklarimiz ayollarimizga e'tiborli bo'lsa, mehr berishsa, sevishsa, ayollarimiz shunaqa go'zal bo'lishadi. Shuning uchun alangali salom, sizga ham rahmat. Mana turmush o'rtog'i. Fayzli bo'lib o'tiribdi. Endi Jamshid shu o'rinda Niginani xo'jayinlar tomosha qilyaptilar, lekin meni ham ayolim tomosha qilib turibdi. Endi ayolim xafa bo'lmaydi, xafa bo'lmasinlar, iltimos. Niginaxonga gap otamiz. Shirin xotiralarni birgalikda eslaymiz, lekin hozir qarang. Bu uslub hozir ko'p bolalar eslamaydi. Bu uslub oldingi paytda birinchi qizlarga yaxshi qiz, soatingiz bormi, soatingiz necha bo'ldi deb so'rashardi. Endi bu eski uslub, yangi uslubda qiladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdan, Instagramdan, Telegram botdan yozsa bo'ladi. Endi hozir shu o'rinda qanaqa bo'ladi? Agar meni turmush o'rtog'imga kimdir gap o'tadigan bo'lsa, endi Yoshlar telekanali jonli efirda hozir siz bilan urushishimga to'g'ri keladi, yoqalashishimga to'g'ri keladi. Menimcha bu to'g'ri kelmaydi. Yana nima qilish kerak? Xo'p, mayli. Qani bir sevgi izhor qilib bering. Qanaqa sevgi izhor qilgan bo'lardingiz? Chiroyli qizni ko'rdingiz, yaxshi ko'rgan qizni ko'rdingiz. O'rningizdan turib olsangiz ham. Sevgini ifodalash uchun o'rnidan turish kerak emas. Sevgini ifodalash uchun qo'llarni ishlatish kerak emas. Sevgini ifodalash uchun mayli harakat qilib ko'raman. Bilasanmi? Seni ko'zlarim bilan sevmadim. Chunki ko'zlar nuri ketib so'nib qolishi mumkin. Men seni yuragim bilan sevmadim. Chunki yuragim to'xtab qolishi mumkin. Men seni ruhim bilan sevdim. Chunki inson dunyodan o'tgandan keyin ruhlar abadiy yashaydi. Va bir narsani bilginki, men seni o'zgartirmasdan, seni ozg'in paytingda ham, seni to'la paytingda ham, sen sochlaring turmaklangan yoki sochlaring yoyilgan paytida ham boringcha o'zgartirmasdan qabul qilib sevaman. Bravo. Yig'latib Qoyil Jamshid. Barakalla. Aktyorskiga gap yo'q. Ko'kchoy guruhi, sizlar klip qilganinglarda Jamshid Bobojonovni bosh rolda chaqirasiz. Mana shu o'rinda mana
fursatdan foydalangan holda jami oshxonasi bizada bir ruknimiz bor ijtimoiy tarmoqda. Sizlarni taklif qilaman. Agar kelsanglar juda xursand bo'lardim. Rahmat. Ko'kchoy guruhi bilan birgalikda taom tayyorlaymiz. Agar ruxsat bersanglar, men ijtimoiy tarmoqda juda faolman. Mani hozir mani Telegram oilam kuzatishyapti. Mani Telegram kanalim bor. Buni bilamiz. Telegram kanalimda mani har doim qo'llab-quvvatlaydigan asl muxlislarim ko'rishyapti. Ularga alangali salom. Telegram kanalimda bujonlarimiz o'tirishadi, duogo'ylarimiz ertalabdan Telegram kanaliga ovozli xabarlar qoldirishadi. Men ertalab ko'zim ochganimda o'zim, onajonim, otam, buvlarimdan tashqari Telegram kanalimdagi buvlarim, opa-singillarim, yaqinlarimni juda ham katta motivatsiya berishadi. Keyin agar ruxsat bersanglar, meni bir do'stim bor. U do'stim Turgay Yashil turk millatiga mansub. Sal buyuragida muammolar bo'ldi, shu uchun o'rtog'im tez tuzalib oldi, sog' bo'l. U bilan birgalikda meni ukalarim, yaqinlarim va do'stim Nilufar Usmonovaga alangali salom. Nilufar Usmonova hozir Qo'qon shahriga ketib, telefon orqali onlayn ko'rib ketyaptilar. Eslaman, manzil makoningizga yetib oling. Va albatta sizga salom. Va albatta efirga kirishimdan oldin Halima xonim omad tiladilar. Yuzing yorug' bo'lsin dedilar. Halima xonim, Ibragimova, sizga ham alangali salom. Hamma yaqin ukalarim, jigarlarim, meni ko'rib turgan onajonim, qarindoshlarım hammaga alangali salom, sog' va salomat bo'linglar. Jamshid, bilamiz sizni do'stlaringiz ko'p, lekin shu biroz do'stlikka xiyonat qilgan do'stlaringiz ham bo'lganmi? Endi hayotimiz davomida shunaqa bo'lar ekanki, menga ko'pincha savol berishadi-da, yoshlarga havas qilasizmi? Yoshlarga havas qilaman, lekin har doim ichimdan bir narsa o'tadi. Qancha narsadan o'tish kerak ular? Do'stlik bor narsa va xiyonat bor narsa ko'rganman. Unaqa yaqin do'stlarim davrida o'tirib, jama-jama deb o'tirgan do'stlarim bo'lgan. Hamma o'zing yo'ldan ketdi, omadligini bersin. Yo'limiz ayroq ekan. Shu uchun Yulduzlar davrasida, Yoshlar telekanalida u do'stlarni eslash xohlamasdim. Hozir yonimda turgan yaqin jigarlarimni, ukalarimni, do'stlarimni. Faqatgina yaxshi insonlarni, yaxshi kunlarni eslaylik. Tomoshabinlar, bizda hozir nебольшая предысторiyamiz bor. Hozir shu qo'shiq bizda Ravshan Kamilov bilan ikkita duetimiz bor. Ayirmasin, biz allaqachon kuylaydik. Hozir biz Ozoda deb nomlangan shu qo'shiqni biz faqat siz uchun va bizning tomoshabinlar uchun kuylab olamiz. Bu bizning duetimiz Ravshan Kamilov bilan. Faqat siz eshitamiz. Kelib olmagan onzodan Kulabislarga jonim ozodan Ozodani sevganagam ozodan Ko'rganmanu ko'rganim yetasidan Yuragim qo'q bo'lingan o'rtasidan Har kuni bir o'taman ko'chasidan Ozodani sevaman Ozoda, dardingizga darmon bo'lmay o'zim Ozodaga mog'ir bo'lsa so'zim Endi asonmasiz o'chasidan Ozodani sevgan akam Dardingizga darmon bo'lmay o'zim Ozodaga mog'ir bo'lsa so'zim Endi asonmasiz o'chasidan Ozodani sevgan Yoshligini sevar edim Ozodani Bizga kelib bo'lmagan onsodan
Bilagini bo'lmagan ozodani kuylab izlanagan jonim ozodani ozodani sevgan ozodani tararara Rahmat sizga. Keyingi qo'shiq bizning duetimiz Samandar Hamrakulov bilan Leyla. Hozir ozoda bo'lganida, hozir Leyla deganda. Endi Layloxonlarga o'tamiz. Biz tayyormisizlar? bugungi ko'rsatuv sizlarga yoqdimi? Taassurotinglar? Rahmat taklif uchun sizga. Rahmat. O'zbek tili praktikasi как раз o'zbek tilini o'rganish tajribasi bo'lib o'tyapti. Menimcha keyin yana taklif qilsak. Mana bugun Elvira juda ham yaxshi gapirdilar o'zbek tilida. Juda. Faqat siz gapirtirmadingiz Elvirani. bo'ldi, men jim o'tiraman. Rahmat sizga taklif uchun. Ko'kchoy guruhidan rahmat sizga, tomoshabinlarga hammaga rahmat. Rahmat kattaxon kelganingiz uchun. Keling, bo'lmasam hozir ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yaqinlashib bormoqda. Ko'kchoy guruhidan bitta sho'x dil tortar, o'ynatadigan, raqsga tushadigan zo'r qo'shiq aytinglar. Ko'kchoy guruhidan juda ham zo'r biz uchun qo'shiq. Biz esa aynan shu kuni, aynan shu studiyada biz keyingi hafta
aziz teletomoshabinlar bilan ko'rishamiz. Har kuni emasmi ko'rsatuv? Har kuni emas, afsuski, bu har kuni haftada bo'lsin-ku bir bu, marta yulduzlar. aynan chorshanba oqshomida. Oshxona bilan birgalikda har kuni jonli efirga chiqishinglarni istab qolgan bo'lardim. Bo'ldi. Rahmat. tutti battarini آخر زمین با دروشمه همه دنیای من دست تو میگیرم بی تو من میبینم این رویا عشق زیبای من тише без тебя есть смысл в нашей жизни в этом ответ все уже решено ближе, ближе, это секрет, знаешь, все так просто в этом ответ все уже решено Bituna mishina Agie hum posie bituna mishina Beguna mirina Bego hachi que pyszny jodul na mishina tutti battarini آخر زمین با دروشمه همه دنیای من دست تو میگیرم بی تو من میبینم این رویا عشق زیبای من тише без тебя нет смысла в нашей жизни в этом ответ все уже решено ближе, это секрет